Hammaga salom. O'quvchilarimiz erishayotgan natijalar bilan bo'lishda davom etamiz. Bugungi qahramonimiz B2 sertifikatini olgan Shahboz. Assalomu alaykum Shahboz. Olgan natijangiz bilan tabriklaymiz. O'zingiz haqingizda ozgina gapirib bering. Rahmat kattakon. Ismim Shahboz hamda familiyam Abdurahmonov. Hozirda 17 yoshdaman. 2024-yil yanvarda nemis tilini o'rganishni boshlagan bo'lsam, ro'parost 2025-yanvarda bunga 1 yil bo'ldi. Hamda Jamshid Davronovning B2 san'at kurslariga o'qish orqali bu natijaga erishdim. Bu sertifikatni olishingizdan maqsadingiz qanaqa edi va kelgusidagi planlaringiz haqida aytib bering. Hozirda o'zimning akam Germaniyada o'qishlarini davom ettirayotgani sababli men ham o'zimning o'qishimni Yevropaning eng mashhur rivojlangan davlatlari, ya'ni Germaniyada davom ettirishni o'zimga keyingi maqsad qilib qo'ydim. Xo'p, o'quv markazi haqida gaplashadigan bo'lsak, dars jarayonlari va imtihonga tayyorlov qanaqa bo'ldi? Xo'p, yoqqan taraflari birinchisi albatta Jamshid akaning metodikalari, ya'ni o'zimning o'qituvchimni, hamda markazimizning lokatsiyasi hamda atmosfera. Ham bitta narsani aytib ketmoqchiman, ya'ni markazimizda ora-orada juda ham ko'p interaktiv eventlar bo'lib turadi. Ya'ni misol uchun g'ayrifa yoki qanaqangidir bitta film eventlarni misol keltiradigan bo'lsak, ya'ni u mana shu og'zaki qismidan o'tishimga juda ham katta faktor hisoblanadi. Sizga oxirgi savolim, Olmon akademiyasini boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz va nima uchun? Ham bu savolingizga albatta deb javob bergan bo'lardim, chunki bu yerda umuman atmosfera, umuman o'qituvchilar jamlanmasi juda ham bomba desam bo'ladi. Hamda bilamiz, agarda qanaqangidir o'qituvchi kelib, bu yerda nemis tilini o'rganmoqchi bo'lsa, unga juda ham qulayliklar bor. Misol uchun, bizning Avstriyaning o'sha xalqaro darajadagi imtihonimiz, ya'ni OEZ imtihonini ham shunda topshirish bunga juda ham katta shans desa ham bo'ladi. Xo'p, Shahboz, fikringizni bo'lishganingiz uchun rahmat. Kelgusi planlaringizda omad tilayman. Sog' bo'ling.